charchamadingizmi hozir bugun tadbirlar bilan? Avvalambor men hozir mana o'zim kuzatuvchilarim uchun birinchi tadbir birinchi yarmida hozir Timur aka ta'kidlab o'tganlaridek, imенно avtobus bo'yicha yangilik haqida sizdan qisqacha olmoqchi edim. Masalan, FSP tizimi, avtobusda bir boshqacha tizimda joriy qilinishi rejalashtirayotgan shu haqida qisqacha iltimos. Bugun shu 5 yillik bo'lganligi sababli aytib qo'ydik. Aslida metropolitenga nisbatan buni farqi bor. Metropolitenda biz yopiq tizimda ishlaymiz, ya'ni turniket yo'lovchini o'tkazish qobiliyati bitta yo'lovchiga moslashgan, yo'lovchi ikki kishi kelib turniketdan o'tishga harakat qilmaydi. Avtobusda bu sal boshqacharoq ishlaydi. Shunga u yerda yangicha algoritmlar, yangicha arxitektura qo'llanilishi mo'ljallashtirilgan. Bu bo'yicha hozir o'rganish ishlari olib borilyapti. Menimcha yil yakuniga qadar pilot holatda biron bir avtobuslar vetkasida sekin bir marshrutli liniyasida harakat qilib ko'ramiz. Lekin aynan avtobuslarni qayerda joylashgan bo'lishini to'g'ri yechim sifatida ko'ryapsizlar. Mana hozir har bir eshikdami yokida yo'lovchilar o'tiradigan maxsus joylardami? Endi bizda anchadan beri gapirib keladigan narsam, bizda yo'lovchilarni muayyan bir eshikdan kirish mexanizmi mavjud bo'lmaganligi sababli bu masalaga hozirdan aniq javob berish sal noqulay bo'ladi, lekin bitta narsani aytib o'tish joiz. Avtobus kabinalarining joylashuvi, avtobus kabinalarining tagidagi stoykalarning joylashuvi, har bittasida elektr quvvatlantirish simlarining chiqish joylari hammasida sxematik tarzda har xil bo'ladi. Avtobuslarni turi 4-5 xil bo'lganligi sababli bir avtobusda misol uchun haydovchi o'tirgan kabinani orqa tarafiga joylashtirish imkoni bo'lsa, ikkinchi avtobusda u holat bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun buni prototiplarini tanlangan avtobuslarda ko'rsatib bera olamiz. No, предварительно aytilgan bo'lsa, oldindan aytilgan bo'lsa, bu baribir oldi eshik atrofida bo'ladi. Chiqqanda oldi eshikda. Предварительно. Albatta, bu tizim, ya'ni rivojlangan tizimni jamoat transporti avtobuslarida qo'llash uchun avvalambor yo'lovchilar tartibini joyiga keltirishimiz kerak. Albatta, kuzatuvchilarimiz orasida ham bu borada fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda albatta yozib qoldiring. Balki avtobuslarda ham aynan mana shu tartibni joriy qilish kerakdir. Faqat oldi eshikdan kirish, to'lovni amalga oshirish va o'rta va orqa eshiklardan tushib ketish. Buni balki kerak bo'lsa qonunchilikka ham o'zgartirish kiritish kerakdir. Bu albatta shaxsiy fikrim. Davrondagi yana bitta yangilikni hozir bildik. Aynan geolokatsiya orqali to'lov masalalari. Bunga ham qisqacha iltimos to'xtalib o'ting. Muayyan arxitektura qo'llanish arxitekturasi bizda mavjud. Endi buni biron bir hamkor bilan mana hamma biladi. Hatto o'zi qilgan ishdan tashqari mana metropoliten misolida aytadigan bo'lsak, o'zimizning integrator Uzinfocom bilan Palmbay qilingan bo'lsa, xalqaro integrator Vision Labs bilan FSP tizimi joriy qilingan. Bunda ham bizga kuchli hamkor bo'ladigan bo'lsa, biz bu yo'nalishda ham ishlab ko'ramiz va bizni o'zimizga qiziq, hatto har yili nimadir joriy qilishga odatlanib qolgan. Shunga o'ylaymiz, yil yakunigacha biron bir qiziqarli yana bir katta loyihani ATTO taqdim etish xohlayapti, to'g'rimi? Boshlab olsak, yog'ini davom ettirib ketamiz. Albatta, bizlarni kuzatishni davom ettiringlar. Birinchi yangiliklarni avvalambor biz yetkazamiz. Davron aka, sizga rahmat.